Xitoy xabarlari to'rining 8-oyning 5-kunidagi maxsus xabariga asoslanganda, Malayziya, Angliya va Amerika qatorliq 18 davlatdan kelgan 83 Xitoy tili o'qituvchisi Xinjiangni tonutish va tushuntirish maqsadida olib borgan tarbiyalashga qatnashgan. Bu o'qituvchilarni tarbiyalash sinifiga Xinjiang Pedagogika universiteti sohibxonlik qilgan. Mazkur xabarda yana mundaq deyilgan. Bu chet eldagi Xitoy tili o'qituvchilarini tarbiyalash sinifi 2 hafta davomlashadi. Kasbiy dars so'zlash va munosabatlik darslardan boshqa yana sirtda o'rganishmi bor. Bu tarbiyalash sinifidagi o'qituvchilarning Xinjiangni tushunishiga yordam beradi. Mutaxassislarning qarashicha, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Xitoy bo'lmagan turkiy millatlarga qarshi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi olib borgan jinoiy qilmishlarni inkor qilish uchun Xitoy hukumati bu xildagi turli faoliyatlarni olib boradi ekan. Bu chet eldagi Xitoy tili o'qituvchilarini tarbiyalash sinfimi Xitoyning irqiy qirg'inchilikni inkor qilish tashviqoti uchun xizmat qiladi deb qaralmoqda. Turkmeniston matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda 8-oyning 2-kuni Turkmeniston Ministrlar Kengashining muavin raisi Tanirg'uli Ataxaliyev bilan Xitoy amaldorlari o'rtasida Urumchida o'tkazilgan uchrashishda Turkmeniston bilan ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston o'rtasida yezi egilik hamkorligini kuchaytirish kelishimi hosil qilingan. Xabar qilinishicha, taraflar energiya, ma'rif va davolash qatorliq ikki taraflik hamkorlikni tafsiliy muzokara qilgan. Ataxaliyev dehqonchilikning Turkmeniston iqtisodining asosiy kasb ekanligini ta'kidlab, Xinjiangning bu sohadagi eng yaxshi turlarini tekshirishga qiziqadiganligini bildirgan. Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchiligi davom qilayotganda, Beijing bilan O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatning kuchayishi diqqatni tortadi. Turkiyada Xitoy mal sotilish tur bekatlari Temu va AliExpress'dan sotib olinadigan mallarga cheklama qo'yish va qo'shimcha boj olish qaror qilingan. Turkiyada rasmiy gazetning tungi sonida e'lon qilingan qaror bilan chet eldagi savdo suplariga eg'ir boj qo'yildi. Yangi qaror bo'yicha hozir Yevropa ittifoqidagi davlatlardan keladigan mallar uchun 30%, Xitoy va boshqa davlatlardan kelgan mallar uchun 60% boj olindi. Buningdan boshqa ba'zi mahsulotlarga qo'shimcha 20% tamojna beji olindi. Tamojna umumiy boj nisbati 92% ga o'sadi. Buningdan boshqa bojsiz mal sotilish summasi 30 yevroga qisqartirildi. Turkiya davlatlik ayollar voleybol komandasi Parij 2024-yillik Olimpik tanharkat musobaqasining chorak hal qilish musobaqasida Xitoyni yengib yarim hal qilish musobaqasiga kirdi. Turkiya komandasi Janubiy Parij musobaqa maydonida o'tkazilgan musobaqada 2 ga qarshi 3 natijada g'alaba qildi. Davlat komandasi 8-avgust yarim hal qilish musobaqada Italiya Sibriya musobaqasining chempioni bilan musobaqaga tushdi. Oldingi hafta Angliyada boshlangan va butun mamlakatga tarqalgan o'ngchil guruhlarning zo'ravonlik harakatlari sababidan Avstraliya bu davlatdagi fuqarolarni intayin ehtiyotchan bo'lishga va namoyish yuz bergan rayonlardan yiroq turishga ogohlantirdi. Xitoyning Sharqiy Shandong o'lkasidagi bir chorvachilik fermasida antraxa yo'qimi bayqalgan. Dehqonchilik maydonida hayvonlar bilan bevosita aloqalashgan 5 ishchida antraxa bayqalgandan keyin barliq hayvonlarning o'ldirilganligi e'lon qilindi. Bengalda hukumatga qarshi namoyishda yuz bergan zo'ravonlik voqealaridan keyin davlatdan ayrilgan va istifa berganligi e'lon qilingan bosh ministr Sheyx Hasina Vechit davlat tarixidagi eng uzun vazifa o'tagan bosh ministr bo'lib qolgan. 76 yoshli siyosatchi Hasina 1996-yili 6-oydan 2001-yili 7-oygacha, orqadan 2009-yili 1-oydan 2024-yili 8-oygacha bosh ministr bo'lgan. Bengalda Xitoy virusi yo'qolmadan keyin turmush narxi va pul paxolligi tez oshdi. Fuqarolar hukumatni chiriklik bilan aybladi. Hasina hukumati o'zining siyosiy raqiblari va taratqularga qattiq bo'lganligi uchun tanqidlandi.